Jahon to'xtab qoldi menga nisbatan. O'zimda qarsam, mayaqti paratkam. Dara! Dara! Qo'rqmay, dara! Davatuda paratkam. Qarsam, matamda Sayramning rasmi bor ekan-da. Sayramning rasmi, ko'lning rasmi, ko'lning bo'yida o't çöplerning ustida bir 20 da qo'y o'tlayotdi. Bunda qarsam, osh qo'ylarning ichidagi yilqi biz paratkamga so'yayotgan qora qo'y. Manga ando apangni o'yla. Dedi qara. Endi bu hissiyatimni qanday deb desam, bir nuchi, bir namrat, bir qahramon bag'u, bir adolatparvar. Buni eski odamlardan 15-20 bir bo'lib urib yetdi. Ağız burun kan, beşi bir taşın töpüsü de yani urukluk. Ölüp oldu yandı o. Başta yetip da karsa jıraq bir yerde bir doktorxanda yan çeviyle yatkan ya ayalım o, ya apsım o. Çaka! Sen kılalaysan! Degenden keyin hilqi yotgan chaka qipli chiqib amisini urib balash deydi. Shu hissiyat kenda mening ayetki hissiyatim. Qo'y opangni o'yla degandilar. Bir kuni duo'm keldim men.